Bugun Farg'ona davlat universiteti rektori Bahodirjon Shermuhammadov magistratura bo'limida tahsil olayotgan yoshlar bilan uchrashib, samimiy suhbat olib bordi. Endi sizlar yetu jamiyatda o'rin topgan, hayotda o'rin topgan, o'zining mustaqil fikriga ega, ziyoli kishisizlar har birlari. Uchrashuvda muhtaram prezidentimiz tomonidan yoshlar masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgani, ayniqsa qizlar ta'limiga e'tiborning kuchaygani, imkoniyatlar kundan kunga ortib borayotgani e'tirof etildi. Qizlarga, ayollarimizga shuncha imtiyoz, hayotda o'rin egallasin. Ayol kishi ziyoli bo'lsa, ayol kishi bilimli bo'lsa, ayol kishining hayotda o'z o'rni, o'z qarashi bo'lsa, undan tarbiya ko'rgan farzandlar geniy bo'ladi. Arab olimlaridan bittasi shunday fikrini o'qigan. Nimaga bu o'zbek yurtida buyuk odamlar? Nimaga? Faoliyatim davomida shuni o'ylab topdim. Ularning onalari buyuk bo'lib, farzandlarini buyuk qilib tarbiyalagan ekan. Ilmiy diagnoz qo'ydi. Ayol kishi ziyoli bo'lsa, ilmli bo'lsa, uning farzandlari olim bo'ladi, lider bo'ladi. Buyuk onalar buyuk farzandlarni dunyoga keltiradi. Yigitlarimiz esa mamlakat qudrati, vatan ravnaqi yo'lida har sohada peshqadam bo'lishlari lozim. Shunday ekan, bugungi imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish, o'zingizni rivojlantirish, bilimlaringizni mustahkamlash bilan barobar zamonaviy bilimlarni o'rganish va davlatimiz, jamiyatimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shishingiz eng oliy burchdir, deya ta'kidladi universitet rektori. Ilm olishda tarbiyaning o'rni, yoshlar muammolari bilan ishlashda ma'rifatning kuchi, globallashuv jarayoni shiddat bilan kechayotgan davrda o'z kasbida yetuk bo'lishning ahamiyati haqida zarur ma'lumotlar va tavsiyalar berildi. Shuningdek, tadbirda dolzarb 90 kunlik doirasida olib borilayotgan keng ko'lamli ishlar, yoshlar bandligini ta'minlash, bo'sh vaqtni unumli o'tkazishlari uchun yaratilgan sharoitlar haqida ijobiy fikrlar bildirildi. Muhtaram prezidentimiz dolzarb 90 kunlikni bekorga e'lon qilmadilarki, mana shu bizning kuchimizga, xalqimiz birligiga tayanadi. Magistrantlar tomonidan bir qancha yangi istiqbolli loyihalar oliygoh rahbariga taqdim qilindi va ijobiy baholandi. Bugun oliygohimiz rektori Bahodirjon Shermuhammadov bilan o'tkazilgan uchrashuv chin ma'noda ustoz-shogirdlik an'anasida o'tdi deya olamiz. Boisi ustozimiz har safar biz talabalarga o'z ustimizda ishlashimiz, izlanishlar, ilmiy ijodiy yutuqlarni bardavom etishimiz bo'yicha o'zlarining tavsiyalarini, takliflarini berib o'tadilar. Bugun ham mana shu uchrashuvda dolzarb 90 kunlik ish rejimi doirasida talabalarning o'z ustida ishlashi, band bo'lishi, umuman olganda xorijiy tillarni o'rganishi, axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan boxabardorlikni oshirish, qolaversa o'z tanlagan mutaxassislari bo'yicha ma'lum darajadagi amaliyot muassasalarida o'z ustilarida ishlashlari va kasbiy salohiyatlarini oshirishlari dolzarbligi bo'yicha fikrlar bildirildi. Bu xususda talabalarning takliflari ham, mulohazalari ham, fikrlari ham tinglandi. Shu ma'noda olib qaraganimizda dolzarb 90 kunlik nafaqat yoshlar, ayni jabhada talabalar uchun ham birdek taalluqli ekanligini ham bilib oldik va o'ylaymanki, talabalarning bugungi intilishi, ularning ertangi istiqboli, kasbiy o'sishi, aqliy salohiyat hamda ma'naviy yuksalishi munosib o'rin tutadi deb ayta olamiz. Fanlar bo'yicha deyapti, o'qituvchi kerak menga. Magistr o'zingiz zo'r-ku. Keyin men aytdim unga, magistrlar lekin asoyib ishlamaydi, ular o'qiyapti. Desam, mayli to'layman. Aytmoqchi bo'lganim, mana shu dolzarb 90 kun oralig'ida bitta olim bir sohani chuqur va ko'p sohani oz-oz universitetimiz tomonidan tashkil qilingan talabalarning vaqtini mazmunli o'tkazish bo'yicha kurs o'tishdan boshlayapman. Va 3 yildan beri shu davomida natijalarni va aynan o'zimiz sohamda o'sishga erishdim va bunga qaramay universitetimizning xizmati juda ham katta bo'lgan. Mana ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lgan har qanday magistr va bakalavr bo'lishi mumkin. Qanchalik katta kontingent bo'lsa ham men qamrab olishga va hammalarga mana shu tilni o'rgatishga, nafaqat o'zim, menda hozir jamoa ham bor. Mana shu jamoa a'zolari bilan harakat qilishga, mana sizga taklifim shu. Ta'lim kurslarimizni boshqalarga ham sotuvini yo'lga qo'yishni taklif qilmoqchi edim. Manzilga eltmaydi mayda qadamlar, mayda orzularga bermaylik qanot. Mayda gap so'zlarni qo'ying odamlar, toki maydalashib ketmasin hayot. Mayda dardlardan ham asrangan yurak.
katta she'riyatni son dilistonga, katta maqsad, katta qadamlar kerak, katta yo'lga chiqqan O'zbekistonga. Bugun biz Farg'ona davlat universiteti magistrantlari rektorimiz bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Ushbu uchrashuvda barcha magistrantlar ustozimiz bilan ochiq muloqotni, samimiy dildan suhbatlashdik. Ushbu muloqot davomida o'zimizdagi qiziqishlarimiz hamda yaratilayotgan imkoniyatlardan foydalanish uchun yanada keng miqyosdagi bilim hamda ko'nikma tavsiyalarini ustozdan oldik. Hozirgina biz hurmatli rektorimiz Bahodirjon Shermuhammadovich bilan birgalikda samimiy suhbat olib bordik va bu suhbat jarayonida o'zimiz uchun kerakli bo'lgan ko'nikmalar va turli xil yo'nalishlarda suhbatlar olib bordik. So'nggi yillarda talabalar sonining keskin oshib borishi bizni juda ham quvontirdi. Sababi muhtaram prezidentimiz, ya'ni 100% ayol, ya'ni xotin-qizlarga kontrakt summasini to'lab berishi bizni juda ham quvontirdi va bu talabalar sonini, kadrlar sonini oshib borishiga ulkan turtki bo'ldi deb hisoblaymiz.